Oh, bu bostirmaning hidini shirinligini qarang. Uni yegar. Menga qolsa doim bostirmaning hidi chiqib tursa deyman, ha. Tezda tugatib qo'ymaslik kerak. O'zini tiya bilish kerak. Ha, endi bularni tizib chiqish lazım. Kichkinasidan kattasiga qarab tizib chiqsammikin? Yo'q. Kattasidan kichkinasiga chiroyliroq bo'ladi. Mulay agar buni qarang. Qasam ichamanki, Usmon hamda buni ko'rsa o'tirib rasmini chizgan bo'lardi. Bu san'at asari bo'ldi, shoh asar. Ha. Qaysi biridan ishni boshlasam ekan? Kaltasidanmi yo o'zimdanmi? O'rtasida juda yaxshi ko'rinyapti-da. Bismillahirrohmanirrohim. To'xtang, Mahmud! Nima? To'xtang, yemang! Yana nima bo'ldi? Mahmud, nima qilyapsiz? Ro'za tutgansiz-ku, unutdingizmi? Voy. Sani ham qasam ichaman. O'lay agar shunchalik qornim ochib ketdiki, qornimni gumburlashdan ro'za tutganim esimdan chiqib ketibdi. Ya xudo. Sal qolsa gunoh qilib qo'yardim. Ammo sen nega eslatding Sonixam? Agar sen eslatmaganingda va men buni yeb qo'ysam gunoh bo'lmasdi. Lekin endi bilaman, yeyolmayman. Iftorgacha hali ancha bor, o'lib qolaman-ku. Bu paytda uyda nima qilyapsiz? Bir xabar kutayotgandim Sonixam. Kuta qornim ochdi. Bilmasdan gunoh qilib qo'yay dedim. Menga qarang. Demak, kimdir kelib bu xatni sizga tashlab ketibdi-da. Men kutgan xabarmikan? Ko'raylikchi. Xuddi o'sha xabar. Muhim narsa, Sonixam, muhim.